2025-yil mamlakatimizda qishloq xo'jaligini takomillashtirish va yangilash yili bo'ldi deyishga asos bor. Qishloq xo'jaligi xodimlari kuni munosabati bilan soha vakillari ishtirokida o'tkazilgan uchrashuvda davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, o'tgan 2025-yilda xalqimizning 3,5 milliondan ziyod vakili mehnat qilayotgan qishloq xo'jaligida katta marralarga erishdi. Buning uchun yil boshidan sohadagi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish hamda xalqaro standartlarga muvofiq keladigan siyosatlarni joriy etish maqsadida bir qator chora-tadbirlar belgilangan edi. Masalan, dehqon va fermerlarga moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kengaytirish, subsidiyalar va kreditlar tizimini soddalashtirish uchun yangi mexanizmlar joriy etildi. Qishloq xo'jaligi xizmatlari raqamlashtirildi va bir holatda xizmat prinsipi asosida agro markazlar tashkil etildi. 2025-yilda qishloq xo'jaligi sohasida juda ko'plab islohotlar amalga oshirildi, jumladan meva-sabzavot mahsulotlarining eksportida ham. Qahramon Prezidentimizning 2025-yilda boshida 136-sonli qarorlari bilan meva-sabzavot mahsulotlarining eksporti bilan shug'ullanuvchi korxonalarga bir qancha imkoniyatlar, yengilliklar, xususan soliq imtiyozlari berildi. Ya'ni meva-sabzavot mahsulotlarining eksportidan shug'ullanuvchi korxonalar mahsulotlarni zamonaviy qadoqlarda eksportni amalga oshirganda 15% foyda solig'idan 1% ga qisqartirildi. Bundan tashqari esa o'zlarining xodimlari uchun 12% ijtimoiy soliqlarni ham 1% ga qisqartirildi. Bu esa eksportchi korxonalarimizdagi bo'lgan soliq yuklamalarini birmuncha qisqarishiga va ularning daromadlarining oshishiga sabab bo'ldi. Bundan tashqari esa mazkur qaror bilan juda ko'plab o'sha moliyaviy qo'llab-quvvatlovlar ham berildi. Ya'ni bulardan bittasi bu mahsulotlarni aholi tomorqalaridan, dehqonlardan, fermerlardan yig'ib, saralab, zamonaviy qadoqlab eksportni amalga oshirgan korxonalarga har bir qadoqlarning xarajatlarini ma'lum bir qismlari 3 ming so'mdan oshmagan qismlar qoplab berilish tartibi ham joriy qilindi. Bundan tashqari esa o'sha mahsulotlarni bilamizki, Yevropa ittifoqi davlatlariga, ya'ni istiqbolli bozorlarga eksport qilishda ular o'sha importchi davlatlarning o'ziga yarasha bir oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi talablari ham mavjud. Ya'ni ular xalqaro standartlarga mahsulot, xalqaro standartlarga javob berishi kerak. Shu sababli xalqaro standartlarni, ya'ni organik, Global Gap, ISO kabi xalqaro standartlarni o'zini faoliyatga joriy qilgan eksportchi korxonalarni o'sha xarajatlar, ya'ni sertifikat olishdagi xarajatlarni ham 100% qoplab berish tartibi joriy etildi. 2025-yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan yuqori hosil olishda juda yaxshi natijalarga erishildi. Jumladan paxtachilikda, g'allachilikda, meva-sabzavotchilik, umuman olganda barcha ziroatchilikda yuqori mo'l hosil olishga erishildi. Asosiy negizida karantin agentligining ham o'z hissasi bo'lib, asosan eksportbop meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtirishga, uni tayyorlashga, eksportga yo'naltirishga juda ham ko'plab amaliy ishlar joriy qilindiki, bu borada mana biz karantin agentligining barcha xodimlari dalada mahsulot yetishtirish, tuproqni tayyorlash, urug'larni tayyorlashdan tortib toki eksportbop mahsulot yetishtirishga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Bu islohotlar qo'shimcha qiymat yaratadigan mahsulotlar eksportini oshirishga ham yo'naltirilmoqda. Masalan, sabzavot va meva eksporti ko'paymoqda. Bu kabi ko'plab eksportchi korxonalarga yoki aytaylik o'sha qishloq xo'jaligi korxonalariga berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlar ularning faoliyatini yanada rivojlanishiga sabab bo'ldi. Qishloq xo'jaligi, ya'ni meva-sabzavot mahsulotlarining eksporti bilan shug'ullanuvchi korxonalarni xalqaro ko'rgazma va yarmarkalarda ishtiroki ham ta'minlandi. 2025-yilda 250 dan ziyod korxonalarni 20 ga yaqin davlatlarga olib chiqildi. Ya'ni u davlatlarda xalqaro ko'rgazmalar bor. Mana ko'pchilik bilan mana har bir davlatlarda o'ziga xos mana Galfood yoki aytaylik o'sha Sial kabi yirik, ya'ni meva-sabzavot mahsulotlarini eksportiga, meva-sabzavot qishloq xo'jaligi mahsulotlari ixtisoslashgan ko'rgazmalar bor. O'sha ko'rgazmalarda ishtirok etildi va buning natijasida esa mahsulotlarimizni eksport geografiyasi diversifikatsiya qilindi. Ya'ni aytaylik bizda oldin asosiy bozorlarimiz bu o'sha MDH davlatlari bo'ladigan bo'lsa, hozirda 600 milliondan deyarli 700 millionga yaqin meva-sabzavot mahsulotlarimiz Amerika qit'asiga, ya'ni aytaylik boshqa bir Yevropa ittifoqi davlatlariga, Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlariga eksport amalga oshirildi. Bu jami eksportimizni 33% tashkil etdi. Yangi hamkorlar topishda amaliy yordam berishni yo'lga qo'yganmiz. Bundan tashqari esa mana shu mahsulotlarni eksport qilishda qo'shilgan qiymat zanjirini hosil qilgan holda, ya'ni aytaylik mahsulotlarni o'sha qayta ishlangan, quritilgan, sublimatsiya holda qayta ishlangan va shok usulida muzlatib $1 narsani bir necha barobar qimmatroqqa sotishni ham hozir reja qilingan. Bundan tashqari o'sha mahsulotlarimizni va yuqorida aytib o'tdik, ekin maydonlaridan samarali foydalanish orqali ichki bozorlarga ham, aholimiz ichki iste'moliga ham
turli mahsulotlarimizni yetkazib berishni ham reja qilingan qishloq xo'jaligida. 2025-yilda qishloq xo'jaligi, ayniqsa oziq-ovqat va meva-sabzavot mahsulotlari ham barakali bo'ldi. Misolida Made in Uzbekistan xalqaro brendi ostida turli xil mamlakatlarda xalqaro ko'rgazmalarda eksportchi korxonalarimiz ishtirok etdi. Misol uchun Fransiyada, Malayziya, Germaniya kabi katta davlatlarda pavilyonlarimiz tashkil etildi. Unda 150 dan ortiq eksportchi korxonamiz ishtirok etdi va 60 million dollarga yaqin eksport shartnomalari erishildi. Bundan tashqari, Karantin agentligi va savdo rivojlantirish kompaniyasi 2025-yilda ilk bor O'zbekistonning chet eldagi elchixonaning takliflari asosida va o'zimizning o'rganishlarimiz asosida turli xil davlatlarda O'zbekiston mahsulotlari nomli orqali xalqaro yarmarkalarni tashkil etdik. Bu yarmarkalar ham juda ham foydali bo'ldi. Misol uchun Birlashgan Arab Amirliklari, Buyuk Britaniya, Shvetsiya, Malayziya, Qatar, Mo'g'uliston, Amerika Qo'shma Shtatlari kabi davlatlarda demak yarmarkalarimizni o'tkazdik. Bu yarmarkalar noodatiy bir formatda o'tdi. Xalqaro ko'rgazma doirasida bo'ladigan bo'lsa, yarmarkalarimiz esa demak savdo-sotiq markazlarida, katta-katta savdo tarmoqlari ichida bo'ldi. Ulardan bittasi misol uchun yaqinda Qatar davlatida bo'lib o'tdi. Doha shahrining City Center Mall markazida O'zbekiston mahsulotlari yarmarkasi bo'ldi. Juda ham foydali. Ilk bor shu savdo markazi aynan O'zbekiston mahsulotlari uchun o'z tarixida birinchi bor ijozat berdi shuni o'tkazish uchun. Sohadagi islohotlarda o'simliklar karantini va himoyasi agentligining ham o'z o'rni va ahamiyati bor. Mazkur tashkilot qishloq xo'jaligi mahsulotlarining karantin nazorati, zararli organizmlardan himoya qilish hamda pestitsidlar va kimyoviy vositalardan foydalanishga oid qonunchilikni amalga oshirish bilan shug'ullanadi. Jumladan jahon standartlariga muvofiq eksportni osonlashtirish uchun karantin mahsulotlarining maxsus litsenziya va fumigatsiya xizmatlarini joriy etish haqida qonunchilik takomillashdi. Bu xorijga karantinlangan mahsulotlar eksportini rasman nazorat qilish va sertifikatlashni yaxshilashga yordam beradi. Meva-sabzavot eksportimizni o'sha mahsulotlar turiga qaraydigan bo'lsak, 120 dan ziyod mahsulotlarimiz eksportga yo'naltirilib, 89 davlatga eksport bo'ldi. Buning ichida 18 tasi yangi davlatlar. Bular o'sha boy yuqori sanab o'tganimiz Amerika qit'asidagi davlatlar yoki aytaylik o'sha Gvatemala, Cote d'Ivoire, Chili davlatlariga ham eksportimizni amalga oshirdik. Bu esa 2025-yilda boshida muhtaram prezidentimiz aynan shu sohada yaratib bergan imkoniyatlari, islohotlarning natijasi. Mana eksportimizda jami meva-sabzavot va oziq-ovqat eksportimiz 3,2 milliardni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan bu deyarli 140% o'sish sur'atiga ega bo'ldi. 2026-yilda esa yana bir katta bir marralarni oldik. 2026-yilda meva-sabzavot oziq-ovqat mahsulotlari eksportimizni o'sish sur'atini yana o'sha 140% belgilab olindi. Yetishtirish hajmlarini kengaytirish bo'yicha ham muhtaram prezidentimiz yilning boshida ham belgilab bergandilar. Ya'ni bu qishloq xo'jaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish natijasida hosildorlikni ko'paytirish, ya'ni yetishtirishni yildan yilga oshirib borishni belgilab berganlar. Bundan misol uchun aytishimiz mumkin. O'sha dala chetlaridan ham unumli foydalanish. Dala chetlarida faqatgina o'sha dalaning o'rtasidan fermerlarimiz, dehqonlar foydalangan bo'lsa, endi o'sha dalaning chetlarida ham klimatlarga chidamli bo'lgan mahsulotlarni, ya'ni olchalarni, olxo'rlarni aytaylik yetishtirib, uni eksportga yo'naltirishni ham hozir reja qilib olingan. 100 dan ortiq eksportchi korxonalarni olib chiqqan bo'lsak, 23,5 million dollarga yaqin demak eksport olish shartnomalari imzolandi. Bundan tashqari eng katta yutuqlarimizdan biri, misol uchun Birlashgan Arab Amirliklaridagi Almaya va Lulu supermarketlarida O'zbekiston mahsulotlari uchun alohida rastas qilindi. Undan tashqari Shvetsiyadagi Kista Galeriya, Yaponiyadagi Aeon Costco, Mo'g'ulistondagi E-Mart va AQShdagi Costco supermarketlarida turli xil qishloq xo'jaligi mahsulotlari, xususan meva-sabzavot mahsulotlari sotuvi keng yo'lga qo'yildi. 2026-yilga rejalarimiz keladigan bo'lsak, bu yilgidan yanada qo'llarni kattaroq qilib, davlatlar sonini ko'paytirib va eksportchi korxonalarni ham ko'paytirib, xalqaro ko'rgazmalarda va xalqaro yarmarkalarda birga qatnashish o'rin olgan. Shuningdek, xalqaro standartlarga mos fitosanitar xizmati tayyorlash uchun xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan turli xalqaro tashkilotlar bilan eksport imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida fitosanitar salohiyatini oshirish bo'yicha loyihalar ishlab chiqilgan. 2025-yilda o'zida o'sha olchalarni faqatgina o'zini ho'l holida, ya'ni aytaylik pishgandan keyin darrov sotish emas, uni o'sha qo'shilgan qiymat hosil qilib, uni muzlatib, o'sha shok usulida muzlatib, aytaylik olchamizni o'zi 5 mingdan 8 mingga sotiladigan bo'lsa, uni shok usulida muzlatgandan keyin hattoki uni bir necha barobarga 3-5 dollargacha va shu Yevropa ittifoqi davlatlariga eksportni amalga oshirgan eksportchilarimizni kuzatdik. Shu uchunki biz hozir
o'sha mahsulotlarni 2030-yilgacha bilamizki, muhtaram prezidentimiz 2030-yilgacha 2030 harakatlar strategiyasini belgilab berganlar. Bunda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksportini 2030-yilgacha 10 milliardga yetkazish belgilangan. Shu uchun endi biz o'simliklar karantini va himoyasi agentligining huzurida mana hozir markaziy eksport shtabi tashkil etilgan prezidentning tashabbuslari bilan. Bu markaziy eksport shtabini asosiy faoliyati nimadanki, xorijiy tillarni o'zlashtirgan faol yoshlarni jalb etib shtabga va bular orqali o'sha hududlarda faoliyat ko'rsatgan eksportchi korxonalarga ko'mak berib, ularga mana xorijdagi diplomatik vakolatxonalarimiz orqali ularga yordam berib, xorijiy xaridorlarni topib, yangi hamkorlar bilan shartnomalar imzolashga ko'mak berish orqali o'sha mahsulotlar eksport hajmini ham oshirishga yordam bermoqdamiz. O'simliklar karantini va himoyasi sohasida xalqaro munosabatlar muhim o'rin tutadi. Jumladan, joriy yilda 4 ta xorijiy davlat hamda 1 ta xalqaro tashkilot bilan jami 8 ta xalqaro hujjat imzolandi. Bitim, bayonnoma, memorandum va kelishuv formatida imzolangan ushbu hujjatlar natijasida Xitoy, Eron, Iordaniya, Mo'g'uliston kabi xorijiy davlatlar shu bilan birga mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari bilan o'zaro hamkorligimiz yanada yangi bosqichga ko'tariladi. Undan tashqari, 3 ta xalqaro darajadagi tadbirda O'zbekiston manfaatlari ta'minlandi. O'simliklarni himoya qilish mahsulotlari bo'yicha Yevropa va O'rta Yer dengizi xalqaro tashkilotining O'zbekistondagi yig'ilishini o'tish ham aynan shu xalqaro yo'nalishdagi o'zimizning munosabatlarni xalqaro darajada demak olg'a surishga, ya'ni tashabbuslarimizni olg'a surishga xizmat qiladi. O'zaro tajriba almashish, shu bilan birga hamkorlarimizni yana bir yangi kelishuvlarga erishishga xizmat qiladi. Agentlik avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini joriy etib, zararli organizmlarni tez aniqlash va ta'sirchan kurash masalasiga alohida e'tibor qaratgan. Bu esa mahalliy fermerlar uchun xavfsiz va samarali qishloq xo'jaligi muhitini ta'minlaydi. Davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va xalqimizga murojaatnomasida aynan raqamlashtirishga juda katta urg'u berildi. Xususan, agentlik tomonidan daladan eksportgacha bo'lgan jarayon to'liq raqamlashtirildi. Joriy yilning o'zida bir qancha axborot tizimlari ishlab chiqilib, vazirlik idoralar va shu bilan birgalikda xalqaro davlatlarning axborot tizimlariga integratsiya qilindi. Eksport jarayonlarini oladigan bo'lsak, aynan agentlikning EFITUS avtomashlangan axborot tizimi orqali, ya'ni EFITUS axborot tizimi integratsiya qilingan. Bu orqali biz eksport qilinayotgan mahsulotlarni qo'shni davlatlarga ma'lumotini oldindan yuborishimiz va shu bilan birgalikda O'zbekistonga kirib kelayotgan mahsulotlarni qanday turdagi mahsulot va qachon kirib kelishi bo'yicha ma'lumotlarni real vaqt rejimida onlayn ko'rib turamiz. Va shu bilan birgalikda dala nazorati monitoring tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu orqali O'zbekiston Respublikasida joylashgan dehqon, fermer va tomorqa egalari yerlarini monitoring qilib boramiz va bu orqali aynan zararlangan va toza hududlarni real vaqt rejimida onlayn xarita orqali kiritib boramiz. Bugungi kunga kelib agentlikda 10 ta axborot tizimi raqamlashtirilgan. Bu chigirtkaga qarshi kurash tizimi, agora ko'makchi mobil ilovasi, EFITUS, ya'ni eksport import jarayonlarini o'z ichiga olgan biosifat tizimlarimiz mavjud. Bu bilan birgalikda o'qish, ya'ni onlayn o'qish tizimi joriy etilgan. Bu soha egalari yoki tadbirkorlik subyektlari malakasini onlayn ravishda oshirib boradi bu tizim orqali. Davlatimiz rahbari tomonidan 2005-yilda sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha juda katta topshiriqlar berib o'tildi va shu bilan birgalikda agentlik tomonidan 2026-yilga chora-tadbirlar reja ishlab chiqilgan. Aynan bu bashorat tizimlarini raqamlashtirish va shu bilan birgalikda dala nazorati va dronlarni joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar reja ishlab chiqilgan va agentlik tomonidan mazkur ishlarni amalga oshirish bo'yicha bir qancha ishlar boshlandi va 26 va 27-yil davomida mazkur tizimlar to'liq joriy etiladi. Sifat va xavfsizlik standartlari rivojlanmoqda. Karantin va himoya bo'yicha yangi tizimlar xalqaro fitosanitar talablarga muvofiqlashtirilmoqda. Bunda esa aynan agro ko'makchi mobil ilovasining o'rni katta. Sohada tadbirkorlik subyektlari, dehqon, fermer va eksportyorlar uchun qulay bo'lgan mobil ilova ishlab chiqilgan. Mazkur mobil ilovaning nomi agro ko'makchi. Bu ilova mutlaqo bepul. Tadbirkorlik subyekti yoki dehqon, fermerlar mazkur mobil ilovaga kirib turib, eksport qilmoqchi bo'lgan mahsulotini qanday davlatlarga eksport qilishi mumkin yoki qanday turdagi talablar asosida eksport qilishi va dehqonlar uchun qulay bo'lgan bu, ya'ni zarar kunandalarga qanday qarshi kurashish yoki kasalliklarga kurashish bo'yicha ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. Mazkur mobil ilovaning eng muhim jihati inspektor chaqirish tugmasi mavjud. Bu chaqirish mutlaqo bepul, ya'ni tomorqa egasi yoki dehqon joyda turgan holda bizning agentlikning inspektorini masofadan chaqiradi. Inspektor bir joyga, ya'ni chaqirilgan joyga, geolokatsiyani joylashgan joyga borib turib birlamchi ma'lumotlarni berib o'tadi. Va shu bilan birgalikda bu yerda feedback bor, ya'ni tadbirkorlik subyekti yoki dehqon mazkur inspektorning harakati haqiqatini baholaydi.
Ya'ni bu baholash orqali biz inspektorning KPI'ni ishlab chiqamiz va bu bilan birgalikda inspektorning qay darajada ish olib borayotganini ko'rib turamiz onlayn rejimda. Joriy 2026-yilda mazkur mobil ilovaga sun'iy intellekt tizimini joriy etmoqchimiz. Bu tizim orqali nimalar olish mumkin? Ya'ni tadbirkorlik subyekti eksport qilmoqchi bo'lgan mahsulotlarni aynan mazkur mobil ilovaga chat orqali ma'lumotlarni yozish orqali birlamchi ma'lumotlarni aynan sun'iy intellekt orqali bilishi va shu bilan birgalikda aynan zarar ko'landa yoki kasallikni rasmini bu mobil ilovaga yuklash orqali aynan sun'iy intellekt tomonidan mazkur kasallikka qanday kurashish, qanday choralar yoki biologik yoki kimyoviy vositalarni ishlab chiqish orqali, ya'ni qo'llash orqali qarshi kurash yo'llarini ko'rish mumkin. Ya'ni shu bilan birgalikda mazkur mobil ilovada eksport qilinishi mumkin bo'lgan davlatlar, eksport qilinishi mumkin bo'lgan mahsulotlar bo'yicha ma'lumotlarni onlayn rejimda aynan sun'iy intellekt orqali olish imkoniyati mavjud. Shu maqsadli natijalar erishish uchun asosiy yo'nalish qilib alohida to'xtalib o'tdilar. Bu ikkinchi yo'nalish demak iqtisodiyotni texnologiya va innovatsion o'sish modeliga o'tkazish deb belgilangan bo'lsa, biz bu yerda fermerlarimizga yordam berishni, ko'makchilikni yana ham kuchaytirishimiz taqozo etmoqda. Buning uchun nimalar qilishimiz kerak? Buning uchun demak biz fermerlarimizni malakasini yanada oshirish, o'sha jahon bozorlarida raqobatbardosh mahsulotlar yetishtirish uchun demak ularni xorijiy ilg'or texnologiyalarni o'rgatishimiz, yuqori qiymatli mahsulotlar yetishtirishga ko'maklashishimiz. Bundan tashqari bashorat tizimimizni sun'iy intellekt asosida yerdan foydalanuvchilarga javoblari bilan joriy qilishni rejalashtirganmiz. Fermerlar uchun qulayliklar yaratilmoqda. Xususan, litsenziyalash va raqamli xizmatlar fermerlar uchun byurokratik to'siqlarni kamaytirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birgalikda UzAgriLab axborot tizimi orqali respublikamizdagi barcha tuproq analizlari olib borildi. Xususan 750 ming gektardan ortiq maydonlarning xaritanomalari ishlab chiqilib, tadbirkorlik subyektlari yoki dehqon fermerlarning talabiga asosan, so'roviga asosan tuproq tahlili olib borildi. Bu nima beriladi? Ya'ni u tuproqdagi kaliy, fosfor miqdorini o'lchab beradi va shu bilan birga xaritanomalar ishlab chiqildi. Mazkur xaritanomalarni aynan tadbirkorlik subyektlari yoki dehqon fermerlar aynan mobil ilova orqali yuklab olishlari mumkin va tanishib chiqishlari mumkin va bu yerda takliflar ko'rsatilgan, ya'ni tuproqning unumdorligini oshirish bo'yicha birlamchi ma'lumotlar berib o'tilgan. Soha mutaxassislarining malakasini oshirish ham muhim hisoblanadi. 21 nafar xorijiy ekspertlar O'zbekistonga jalb qilingan holatda 100 nafardan ortiq xodimlarimizni malakasini oshirishga muvaffaq bo'ldik. Shu bilan birga xorijda 42 nafar mutaxassislarimizning malakasi oshirishga erishildik. Yo'nalishlar bo'yicha O'zbekistonning o'simliklar karantini va himoyasi bo'yicha tashabbuslarini olg'a surish, shu bilan birga hamkorlikni mustahkamlash imkoni bo'ladi. Xorijiy bozorlar, demak, fitosanitar ruxsatlar olish yo'nalishi bo'yicha 9 ta davlatga 39 turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport uchun fitosanitar ruxsatlar olinib, jami olingan ruxsatlar soni 647 taga yetkazildi. Jumladan AQSh, Yaponiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Tailand, Eron, Misr, Isroil kabi davlatlarga eksportimizning nomenklaturasi kengaydi. Shu bilan birga uzum, anor, o'rik, olxo'ri, nektarin va boshqa bir qator turdagi mahsulotlarimizning esa eksport geografiyasi kengayishiga erishdik. Kelgusi yillarda ham mahalliy meva sabzavotlarimizning eksport uchun xorijiy mamlakatlarning ruxsatlarini olish masalasidagi ishlarimiz izchil davom ettiriladi. Joriy 2026-yilda ham mazkur masaladagi ishlarimiz davom ettirilib, yangi mahsulotlar bo'yicha xorijiy davlatlar bilan muzokaralar o'tkazish natijasida yana yangi bozorlarga chiqish imkoniyatlarimiz kengayishiga erishamiz. Bugun sohada fitosanitar laboratoriyalar ham muhim ahamiyatga ega va bu yo'nalishda ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan fitosanitariya laboratoriyalarini modernizatsiya qilish bu bizning faoliyatimizning asosiy bir masalalaridan biri hisoblanadi. Shu o'rinda 2025-yilda Xitoy Xalq Respublikasi bilan birgalikda ishlash natijasida loyiha doirasida Andijon, Namangan, Toshkent viloyatlari hududiy fitosanitariya laboratoriyasi, shu bilan birga 2 ta mobil laboratoriya hamda 76 ta o'simliklar karantini nazorat punkti zarur asbob-uskunalar bilan ta'minlandi. Shu bilan birgalikda Koreya Xalqaro hamkorlik agentligining loyihasi doirasida biz birgalikda ishlash natijasida fitosanitariya sohasida normativ-huquqiy hujjatlar, standartlar va qo'llanmalar bo'yicha birgalikda ishlagan holatda yangi hujjatlarni ishlab chiqdik. Mavjud hujjatlarni esa takomillashtirishga erishdik. 8 ta maxsus o'quv qo'llanmalar ishlab chiqilishi natijasida mana 2026-yilda mazkur ishlarimizni rivojlantirishga erishamiz. Koreya va O'zbekistonda mutaxassislar malakasini oshirish ishlari amalga oshirildi.
O'simliklar karantini sohasida yana bir erishgan natijalarimizdan biri bu fitosanitariya laboratoriyalarimizning hududiy miqyosdagi laboratoriyalarni modernizatsiya qilish, shu bilan birgalikda o'simliklar karantini chegara maskanlarini ham zarur asbob uskunalar bilan ta'minlashga muvaffaq bo'ldik. Shu bilan birgalikda ilmiy salohiyatni yuksaltirish maqsadida aynan o'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti ham zarur o'quv asbob uskunalari shu bilan birga laboratoriya asbob uskunalari bilan ta'minlandi. Davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida belgilangan yo'nalishlar o'simliklar karantini va himoyasi agentligiga ham qator mas'uliyatli vazifalar yuklaydi. Hurmatli Prezidentimizning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida asosiy shior qilib halol mehnat, xotirjam hayot va farovon jamiyat garovi deb shior e'lon qildilar va asosiy 6 ta yo'nalishlarni belgilab berdilar. Shu yerda asosiy bizni karantin agentligiga aniq vazifalar belgilab berilib, ko'p nazorat organlarini, shu jumladan karantin agentligining ham xodimlarini o'zini ish faoliyatida inspektorlarning body kameralaridan foydalanish tizimini joriy qilish ham ko'rsatib o'tildi. Karantin agentligi xodimlari avval faqatgina nazorat ishlarini amalga oshirgan bo'lsa, yildan buyon karantin xizmati dehqonga ko'makchi tamoyili asosida fermerlarimizga, dehqon xo'jaliklarimizga, tomorqa yer egalariga o'zining yaqindan ko'magi bilan yordam berib, ularni shu yuqori hosil olinadigan mahsulotlarga o'rgatib, ularning malakasini oshirib, o'qitib, joyiga chiqib, o'rgatib kelmoqdalar. Bu yerda aytib o'tish kerakki, mana 4 millionga yaqin gektar maydon bo'ladigan bo'lsa, qishloq xo'jalik maydonlari 2025-yilda qariyb 2 marta monitoring o'tkazildi. Bu yerda zararli hasharotlar, kasalliklarga qarshi kurash, uyg'unlashgan qarshi kurashni joriy qilingan bo'lsa, bu uyg'unlashgan qarshi kurash orqali yuqori qiymatli mahsulotlarni erishishga, eksportbop mahsulotlar xorijiy bozorlarda, o'zimizning ichki bozorlarda jozibador bo'lgan raqobatbardosh mahsulotlarni yetishtirishga erishilmoqda. Organik mahsulotlarni yetishtirishni bu yil 11 ming gektardan ortiq maydonlarga erishgan bo'lsak, 26-yilda shu maydonlarni 20 ming gektarga yetkazish o'zimizga reja qilib olganmiz va bu borada dehqonlarimizga, fermerlarimizga amaliy yordamlar berib kelinmoqda. 2025-yilda erishilgan natijalardan kelib chiqqan holda o'zimizga sarhisob qilgan holda 2026-yilga aniq rejalarimizni, yanada ishlarimizni jadallashtirish, fermerlarimizga yana ham yaqindan yordam berish maqsadida o'zimizning rejalarimizni belgilab olganmiz. Davlatimiz rahbari Oliy Majlisga va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida ham aynan mahallalarda amalga oshiriladigan ishlar to'g'risida aniq va manzilli topshiriqlar berib o'tiladi. Xususan, og'ir mahallalarda aholiga yordam ko'rsatish, kambag'allikni qisqartirish borasida amalga oshiriladigan ishlar xususida ham topshiriqlar berdilar va aynan mazkur yo'nalishda 2025-yilda karantin agentligiga Qoraqalpog'iston Respublikasining Xo'jayli tumanidagi 4 ta og'ir toifadagi mahallalar, bular Kunnuri, Amudaryo, Samanko'l va Kumjiqqin mahallalari bo'lib, mazkur mahallalarda mahallabay va xonadonbay o'rganishlar olib borildi. Hamda aholining ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda har bir xonadonga manzilli yordam ko'rsatildi. Xususan, yoshlarga zarur bo'lgan texnika, noutbuk, tikuv mashinalari yetkazildi. Dehqonchilikni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan mahsulotlar yetishtirishni maqsad qilgan aholiga esa zarur agrotexnika yetkazildi. Bundan tashqari mahalliy iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda aholiga 110 ming tubdan ortiq mevali ko'chatlar yetkazildi va ularni parvarishlash bo'yicha karantin agentligidan xodimlar ham biriktirildi. O'zi umuman olganda karantin xizmatini yer egalariga, mahsulot yetishtiruvchilarga yaqinlashtirish uchun mahallalarga karantin agentligining joylardagi inspektorlari biriktirildi. Asosiy maqsad ilmiy asoslangan va tekshirilgan agromaslahatlar yer egalariga to'g'ri yetkazilishi va mahsulotlarni talab darajasida yetkazilishi va qolaversa eksportga yo'naltirilgan, eksportga mos ravishda yetkazilishi. Bugun karantin xizmati faqatgina fitosanitar xavfsizlikni ta'minlash bilan yoki eksport-import jarayonlariga ko'maklashish bilan cheklanib qolmayapti. Bugun karantin agentligi xodimlarining asosiy vazifasi va maqsadi shundan iboratki, mamlakatda yuz berayotgan voqealar, hodisalarga daxldor bo'lish va bugun oldimizda
oldimizda turgan maqsadlar, rejalarni birgalikda, hamjihatlikda amalga oshirish. O'tgan 2025-yilda qishloq xo'jaligi sohasidagi islohotlar samaradorlikni oshirish, eksport imkoniyatlarini kengaytirish va xalqaro standartlarga moslashtirishga yo'naltirilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi misolida bu islohotlar qonunchilikni litsenziyalash, tizimni takomillashtirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va monitoringni avtomatlashtirish orqali amalga oshirildi. Bu o'z navbatida milliy qishloq xo'jaligining yanada raqobatbardosh va xavfsiz bo'lishiga xizmat qilmoqda.